Yuqorqi ishimizning davomi hurmatli vatandoshim. 2-ayning 23-kuni Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Beijingda Hindiston tashqi ishlar ministrining kotibi Vijay bilan ko'rishdi. 2-ayning 24-kuni Jungo davlat mahkamasining a'zosi Yang Jiechi Hindiston tashqi ishlar ministrligining kotibi Vijay bilan ko'rishdi. Bu ay kunlariga diqqat qiling vatandoshim, keyin so'zlaymiz nimada. Tadqiq qilamiz. Vijay ministr Wang Yiga mundaq dedi. Har bir jumlaga diqqat. Garchi diplomatik yodlavaga iboralar bo'lsa-mu, lekin har bir jumlaga diqqat qiling vatandoshim. Vijay ministr Wang Yiga mundaq dedi. Hindiston taraf Jungo bilan bo'lgan munosabatga e'tibor berdi. Jungo bilan birlikda tirishchilik ko'rsatib, rahbarlarning o'rtaq tunishini amaliyleştirib, strategik aloqalarimizni kuchaytirib, yadroliq diqqat qiladigan nuqtalarimizga o'zaro ko'ngil bilib va Hindiston Jungo diqqat qiladigan yadroliq nuqtalarimizga o'zaro ko'ngil bilib, ikki taraf munosabatining muqim taraqqiy qilishiga yaxshi kayfiyat va sharoit yaratishimiz lozim. Vijay Yang Jiechiga mundaq dedi. Yang Jiechi bilan ko'rishganda Yang Jiechiga mundaq dedi. Hindiston taraf Jungo bilan bo'lgan munosabatga yuqori darajada ahamiyat berdi. Jungo bilan birlikda yuqori qatlamda aloqalarni kuchaytirdi. Strategik ishonchni ilgari surdi. Har qaysi sohalarda hamkorlikni kuchaytirdi. Sezgir masalalarni muvaffaq bartaraf qilib, ikki davlat munosabatining o'zliksiz taraqqiy qilishini ilgari surdi. Bu yerdagi sezgir masala Jungo bilan Hindiston o'rtasidagi Tibet masalasi emas, vatandoshlar. Endi yangi bir mavzu biz boshda sizlarga Liu He, Rais Xi Jinpingning iqtisod masalasi Liu He to'g'risida to'xtalgan. Endi u kishi Beijing qaytib ketdi. Shundan keyin e'lon qilingan xabarlarga diqqat qiling vatandosh. Xi Jinpingning yaqin sapdishi natijasiz qaytdi. Jungo mundaq jakardi. Mavzuli xabar 3-ayning 4-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungoning Rais Xi Jinpingning yaqin sapdishi Liu He Washingtondagi vazifasini natijasiz oxirlashtirib, vataniga qaytdi. Jungo yakshanba kuni mundaq jakardi. İki davlat yaqinda Beijingda davomli suhbatlashdi. Liu He Jungo matbuotlariga mundaq dedi. İki taraf aloqador masalalar bo'yicha davomlashtirib, Beijingda suhbatlashishga qo'shildi. Uningdan boshqa xalq vakillar qurultayining bayonotchisi Zhang Yisui mundaq ko'rsatdi. Ya'ni axborot e'lon qilish yig'inida Liu He'ning so'zlarini takrorladi. Zhang Yisui mundaq dedi. Jungo taraf Amerika bilan savdo urushi qilishni xohlamaydi. Diqqat. Jungo taraf Amerika bilan savdo urushi qilishni xohlamaydi. Lekin biz Jungoning manfaati ziyonga uchrasa qarab o'tirmaymiz. Qaysi darajalik amaldorlar qachon suhbatga qatnashadiganligi to'g'risida yoki bayonotchi yoki Liu He apandi bir nima demadi. Amerika Jungo o'tirib suhbat bo'lsa qachon? Bu to'g'rida bir nima demadi. Jungo o'tgan bir oy ichida ilgari keyin bo'lib, siyosiy byuroning a'zosi Yang Jiechi va Liu He apandi Washingtonga ziyoratga avatdi. 2-ayning 8-kuni Jungo davlat mahkamasining a'zosi Washingtonni ziyorat qildi, lekin natijasiz qaytdi. Jungo davlat mahkamasining a'zosi Yang Jiechi Washingtonni ziyorat qildi, lekin natijasiz qaytdi deb hisoblandi. Uzun o'tmay Xi Jinping yaqinda sabdishi iqtisod maslahatchisi Liu He apandini Washingtonga ziyoratga avatdi. Beijing portlash mumkin bo'lgan savdo urushidan saqlanishga taqozo ekanligini mushu orqali oshkorladi. Liu He apandi Washingtonda ziyorat qilayotgan mezgilda Prezident Trump import qilingan po'lat temir
alyomin mahsulotlarga jazolash xarakterlik tamojni beji qo'ydiganligini jakardi. Liyoxi Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Mohin Aqsaray iqtisod komitetining raisi Cohen va Amerikaning savdo vakili Leitzer qatorliq yuqori darajalik amaldorlar bilan ko'rishgan bo'lsa-mu, lekin Amerika taraf ziyoratga kelgan Liyoxini Prezident Trump bilan ko'rishga o'rinlashtirmadi. Bak dedik-ku, shunday. Filmborg agentligi haftaning 5-kuni ismini oshkorlashni xohlamagan bir nafar kishining so'zlaridan naql keltirib, mundaq ko'rsatdi. Liyoxi Amerika amaldorlari bilan ko'rishganda Amerika bilan yangidan iqtisod suhbati o'tkazishni o'tirib qo'ydi. O'tgan yil 7-oyda Amerika bilan Jungo o'rtasidagi suhbat to'xtab qoldi. Endi bu yerda Liyoxi yana shuni qayta davomlashtirishni talab qilgan bo'lsa, hurmatli vatandoshim, Jungo Kompartiyasi hukumati bosib olg'a tushib qolgan bo'ladi. Biroq Liyoxi o'tirib qo'yilgan talabga Amerika tarafining qanday javob qaytarganligi aniq emas. Jungoning samimiy suhbat olib berishidir. Prezident Trump va uning yuqori darajali savdo maslahatchilari endi intayin gumon qilib. Liyoxi yana bir kichik mavzu. Liyoxi Washingtonda o't o'chirmoqchi bo'ldi. Lekin Amerika ishg'ol vositani o'ttirg'i chiqardi. Mavzular xabar 3-oyning 4-kuni Jungoga nazari orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Shangang iqtisod gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Savdo ministrligi 2-oyning 27-kuni mundaq jakardi. Jungoning alyomin mahsulotlari hukumatning pul qo'shib berishiga erishdi va Amerikada to'kma qilib sotdi. To'kma qilib sotish 48.64%dan 106.09%gacha berib yetdi. Pul qo'shib berish 17.14%dan 80.97%ga yetdi. Şonlaşqa Amerika taraf Jungoning alyomin mahsulotlariga boj elish normasi 106%lik kapolat summasigacha ko'tarildi. Ikkinchi, Amerika savdo vakillari O'rta davlat majlisiga yillik savdodagi doklati topshirib, savdo siyosatimiz davlat bexatarligiga munosabatli. Jungoning davlatchilik iqtisod andazasi, yani bir tarafdan millatchilik iqtisod andazasi butun yer shariga ta'sir ko'rsatdi. Amerika qonun ijro qilishni kuchaytirib, bevosita iqtisod manfaatini yoki liberalistik ko'chiringlar, liberalistik iqtisod manfaatini qo'g'dishi lozim deb ko'rsatdi. Uchinchi, o'tirib qo'ygan 3 masala dedik-ku. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti 3-oyning 1-kuni Prezident Trump 3-oyning 1-kuni 3-oyning 5-kunidan 9-kunigacha import qilingan po'lat temir mahsulotlariga 25% boj qo'yish, import qilingan alyumin mahsulotlariga 10% boj qo'yish turiga yoki hujjatlariga imzo qo'ydiganligini jakardi. Liyoxi savdo urushi o'tini o'chirish uchun Washingtonga ziyorat qilgan edi. Bu bizning fikrimiz, bir jumla. Vatandoshim, amaliyotda savdo urushining o'tini tutashtirib, Liyoxi apandi vataniga qaytdi.